baxsh etadi. Ona tili orzular chashmasi. Ona tilim, ajdodlarim tarixi, ularni e'tirof etish. Ona tili mening o'zbek tilim. Ba'zi hamma o'quvchi kitoblarimiz o'zbek nevaralarimga, qiziq o'quvchilarga aytib gapirib tushuntirib beraman. O'zbek tili mening ona tilim. Va shu tilda yozilgan kitoblarni har biri o'qib o'taman. Ona tilim tafakkurim aksi. Til millatning ruhi, xalqning yuragi va tarixning ovozidir. Ona tilimizni asrash, o'z tilimizda so'zlash har birimizning muqaddas burchimizdir.